Kallai sahar hamma ko'zini shirib uxlayotgan bir paytda men bular erimni tog'asini xotinlari, ya'ni tog'amning xotinlari bilan birgalikda Hoziyandek chaqirib, to'g'ri Abusaxiga qarab ketyapmiz uyqusirab. Bolalarning maktabga kanikul tugadi, shuning uchun ham katta o'g'lim Navoiydan bugun kelish kerak edi. Har kelganda ustiga ust bosh qilib jo'natishim kerak. Shuning uchun ham kallai saharlab kelib oldim. Qani, nima gaplar ekan ichkarida? Yuringlar qani. Ertalabki soat 5, odamlarni qaranglar, bozorda qimmatqada yurgan. Yangamning orqasidan qo'ltiqlab yuraverdim, kapshonni bostirib olib, sovuqligida dig'-dig' tishlarim borib keldi qara bir-biriga. Abusaxiyni podvalga tushdik, bilsam, bu yoqda faqatgina optim berar ekan. Haqiqatan men pochkalab olish niyatim yo'q edi, faqat donavay olishga kelgandim. Yangam bu yoqda unumli foydalanib oldi, chunki pochka olishga kelgandi. Men orqamdan yetaklab kelgan sababi sherik kerak edi. Menga esa faqatgina bolamga deb o'ylagandim. Bozorda aylanurishing bilan shu kam ko'sting chiqib kelaver ekan, qara qaltirab. Pillab yangam bozor aylanishiga bormanda. Donavay ustiga bos sotishda gap ko'pda. Faqat bozordan bolamga kiyintiraman deb bozorga chiqqan onam qara. Nima qilibdi bu oddiy kasallik? Ayollarda ushlaydi. Xullas avval o'zimga sazam bo'lmasin. Keyin bolalarimga usvash oldimda. Bu yoqda akam do'kon reklamasi ketish kerak edi. Lekin barterga ham yo'q dedi. Yangam optimiga adyol olayotganligini ko'rib paytda foydalanib olib, men bilaman. Adyol oldim. Sudiki narxga. La, men xursand. Bolalarim kam bitta narsalarni aravaga yukladi. Shuncha narsa bilan nima qilib bo'lsa ham mashinaga sig'ib uyga ketishimiz kerak. Jugulikda qara. Damas bilan 50 ming so'mga kelishib, yo'lda narigi betida yana bittagina xontaxta olib solib ketamiz. Dibratula xontaxta ham qo'shib olib ketishga amaki bilan kelishib, Damasni 50 ming so'm bilan gaplashib, yo'lda narigi betiga o'tib, xontaxtani puliga 2 soat dagorlashib, bagajiga bir emas, ikkita xontaxtani yuklab ortdim. 50 ming so'mga uygacha jackpot yutdim deb og'ziga qara tushib kelishini. Zato oshxonamda endi xontaxtam bor.